Kuz ham kelib qoldi, mavsumlar boshlandi, sovuq tushadi yaqinda, uyga kotel qo'yishim kerak deb yuribsizmi aka? Bizda zo'r yechimlar bor-da mana siz uchun. Xudo xolasa 100 kvadratdan 2200 kvadratgacha bo'lgan aqlli kotel, pol avtomat kotellardan hammasidan bor aka. Chiroyli qilib mana tashqarilarga terib qo'yganmiz. Ko'rsanglar bo'ladi. Bunkerli deysizlarmi, bunkersizdanmi? Har xilidan bor. Bizda pechkalar ham bor. Oldi yo'q, oldi bori ikkita uyni o'rtasiga o'rnatiladigan pechkalar. Qilayotgan ishlarimizga 3 yil garantiyasi bor. Pechkalarimiz hatto kraskasi ko'chib ketsa ham, boshqa bo'lsa ham hammasiga garantiya bor. Bu bunkerli kotelimiz 220 kilo ko'mir sig'adi. Bitta solib qo'yib, xudo xolasa 2 kun o'tiraverasiz qishki kunda ham mazza qilib. Pol avtomat kotellardan har xilidan bor. 3 yil garantiyasi bor akalar. Murojaat qilsanglar, xudo xolasa yasab, yetkazib beramiz o'zimiz chiroyli qilib. Ko'rib tursanglar, ana issiq bo'lib chiqyapti zavoddan. Keyin biz bu mahsulotlarimizni hammasini o'zimiz yasaymiz. U yerdan bu yerdan olib kelib sotmaymiz akalar. Bemalol, ishonchli murojaat qilsanglar bo'ladi. O'zimiz yasab, o'zimiz yetkazib beramiz. Manzilimiz Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanida. Navoiyga tushsanglar, oyimdan chiqib kelishda to'rt ko'chada, bog'chani to'g'risida Qo'rg'on kotel. Tepadan tushib kelishda ham, ishonchda tushganingizda ham bog'cha bor, bog'chani to'g'risida yo'lni bo'yida Qo'rg'on kotel. Biz videolarimizni ko'rib turganlar bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib o'tib ketsanglar, xudo xolasa hammamiz uchun manfaatli bo'lardi, ko'plarga borardi. Istagan turdagi 100 kvadratdan 2200 kvadratgacha bo'lgan joylarga avtomat hamda pol avtomat kotellarni yasab yetkazib beramiz. Aqlli miyalarimiz ham bor, aytib o'tib ketay. Yasab ham beraveramiz buni, o'zingizni logotifingizni tushirib ham beraveramiz. Bizniki hozir Qo'rg'on kotel deb chiqadi. Bu miyalarni biz o'zimiz yasaymiz. Boshqa yerdan olib kelib sotmaymiz akalar, o'zimiz yasaymiz. Kimgadir kerak bo'lsa, uni ham qilib beraveramiz. Wi-Fi bilan boshqariladigan miyalar ham qilyapmiz, xudo xolasa. Chiqishni boshladi. Kimga kerak bo'lsa, undan ham qilib yasab beraveramiz akalar. Murojaat qilsanglar bo'ldi. Bitta kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, bitta obuna bo'lib qo'ying do'stim. Agar kotel kerak bo'lsa, Qo'rg'on kotel raqamlarga murojaat qila olasiz bemalol. Manzilimizni aytib o'tib ketadigan bo'lsam, Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanida joylashgan. Kelib bemalol showroomda ko'rib, xohlaganingizni tanlab olasangiz. Pechkalar bor, uyingizga chiroyli qilib qo'yaman desangiz, saunamga qo'yaman desangiz ham bor. Har xilidan bor akalar. Menga pechka kerak, kotel emas desanglar, men sifatiga bitta baho berib borasiz. Bo'ylari 1.50 bo'ladi. 1 metrligi ham bor mana bunisi 1 metrlik, 1.30. Har xil, oldi bori, oldi yo'g'i, har xildan bor akalar. Kelib bemalol murojaat qila olasiz. Assalomu alaykum hoji aka, bu nima deysizmi? Bu gaz uchun qo'yib ketilgan joy edi. Ikkita chetida bizda gaz bor aka, ko'mir yoqmaymiz degan hoji akalarimiz uchun teshiklar qo'yib ketganmiz. 03 qalinlikda listdan yasalgan pechkalarimiz, xudo xolasa ko'rsanglar bo'ladi. Bir yo'l to'ldirib. Endi to'liq oldi shuradagi. Hoji aka bitta ko'rib, sifatiga bitta like bosib bersizlar. Xudo xolasa qaysi viloyatdan bo'lishinglardan qat'iy nazar yetkazib dastlabkilar xudo xolasa beramiz. Mana kul tozalaydigan joylarni ham katta qilib qo'yganmiz. Sizlar xohlagan usulda qilib yasab yetkazib beramiz akalar. Bu bitta ikkita duxovkali pechkamiz bo'ladi. Bo'yi 1 03 qalinlikdagi listdan yasalgan akalar. Murojaat qilsanglar chiroyli qilib yasab dastavka qilib beramiz. Saunam bitta, endi pechka topishim kerak deb yuribsizmi do'stim? Bizda siz uchun zo'r variant topib qo'ydik-da. Qarang bitta. Kul oladiganlarni ham ko'rsanglar bo'ladi mana. Eshiklari xudo xolasa 03 lik listdan qo'yilgan. Atroflariga toshdan terib qo'yib, bitta suvlar sevib qo'ysangiz tutunlar chiqib turadi do'stim.
Bitta bosib yuborasizmi yuziga? Parlar chiqib turadi. Hali uylanmagan bo'ydoq do'stimga tashlab qo'ying. Shuni ham bitta olib hammomga qo'yib olsin, mazza qilib cho'miladi keyin.